Bugungi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda uni izchil rivojlantirish iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayni shu maqsadda Oliy Majlis Senati hamda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hamkorligida xalqaro konferensiya tashkil etildi. Unda Turkiya, Gruziya va Ozarbayjon davlatlarining vakillari ham ishtirok etishdi. Ma'lumki, raqobat mavjud bo'lgan sharoitda mahsulot va xizmatlar sifati yaxshilanadi, narxlar pasayadi, tanlov imkoniyati kengayadi, tadbirkorlik rivojlanadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi. Raqobat muhitini yaxshilash iqtisodiyot uchun ham manfaatli hisoblanadi. Xalqaro anjumanda esa ushbu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha zaruriy choralar, aniq vazifalar hamda xorijiy tajriba muhokama qilindi. O'zbekiston 2030 strategiyasida respublikada 16 turdagi davlat monopoliyasini bekor qilib, shu sohalarga xususiy sektorni jalb qilish, iste'mol tovarlarining sifat va xavfsizlik talablariga mosligini baholash, monitoring qilish, shuningdek nazorat xaritlari mahsulotlari sonini oshirish borasida vazifalar belgilanganligi ushbu sohaga katta e'tibor qaratilayotganida dalolat beradi. Dunyoda ro'y berayotgan voqea hodisalar, global iqtisodiy beqarorlik, logistika zanjirlarining uzilishi hamda energiya resurslarining qimmatlashuvi jarayonida iste'molchilarni himoya qilish borasida raqobat siyosatini qanday yuritish lozimligi xususida ko'p mulohazalar, takliflar, jarayonlar kechmoqda. Bu jarayonda hamkorlik juda muhim. Bugungi kundagi global noaniqlik vaziyatida adolatli raqobat siyosatini shakllantirish nafaqat mamlakatimiz, balki boshqa davlatlar uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.